Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli fuqarolar, hurmatli podpисчиklar. MMS Hospital klinikasida yangilik. Xudo xolasa 20-avgust kuni klinikamizda ginekolog, endokrinolog, pediatr va teri tanosil kasalliklari bo'yicha mutaxassislarimiz qabul kunlarini olib boradi. Bu kunlari 22-avgust kuni xudo xolasa laboratoriya bilan UZI tekshiruvi to'liq tartibda ishlaydi. Kimda shu belgilab o'tilgan muammolar bo'yicha savollari bo'ladigan bo'lsa, bemalol qabulga kelib ko'rinishingiz mumkin. Keyin yana bir muhim sana 26-avgust kuni bolalar fizioterapiyasi bo'yicha mutaxassisimiz soat 10:00 dan 14:00 gacha qabulini olib boradi. Bunda autizm kasalligi bilan kasallangan bemorlar hamda germitlari gumon qilingan bolalarda hamda katta qomatida, ya'ni asankasida muammosi bor bo'lgan yosh bolalar uchun qabul bo'lib o'tadi. Xudo xolasa hammangizni MMS Hospital klinikasida qolamiz. Uzoqingizni yaqin qilish maqsadida tez shuning aksiyalarni, shuning qabul kunlarini tashkillashtirib turamiz. Hammangizga rahmat.